Yer yuzida shunday qiziqarli joylar borki, bu haqda aytilganlarni tinglashingiz kerak. Shri Lanka va Hindistonni bog'laydigan Hazrati Odam ko'prigi. Ayrimlarning fikricha, tonnalab og'irlikdagi toshlarni bir-birining ustiga qo'yib, ikki davlat o'rtasida kilometrlab cho'zilgan bu ko'prikni bo'yi taxminan 40 yoki 60 metr bo'lgan Odam alayhissalom qurgan bo'lishi mumkin. Yaxshi, lekin nega? Qolaversa, bu maskanning nafaqat musulmonlar, balki hinduizm olami uchun ham ahamiyati katta. Bu ko'prik boshqa ko'plab ma'naviy qadriyatlarga ega. Ikki e'tiqod olamida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu ko'prikda so'nggi paytlarda sodir bo'lgan voqealar xalqning qo'zg'oloniga sabab bo'ldi. Endi diqqat qiling, chunki sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim sizni juda hayratda qoldiradi. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaylik. Odam ko'prigi Hindistonning janubiy-sharqiy qirg'og'ini Shri Lankaning shimoliy-g'arbiy qirg'og'i bilan bog'laydi. Bu 48 kilometr uzunlikdagi tuzilma Manlar ko'fazini park bo'g'ozidan ajratib turadi. Ko'prik joylashgan hudud biologik nuqtai nazardan juda boy joy, chunki u yerda turli xil dengiz turlari, jumladan marjon riflari mavjud. Musulmonlar Odam alayhissalom ko'prigi, hinduizmga e'tiqod qiluvchilar esa Ramoseto deb ataydigan bu joyning hikoyasi har ikki din vakillari uchun ham hayajonga soladigan bir tarixga ega. Din nuqtai nazardan juda ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan Hazrati Odam ko'prigi shu xususiyati tufayli ko'plab xalq qo'zg'olonlariga sabab bo'lgan. To'polonlarga sabab ochiq ko'prik dengiz savdosi nuqtai nazardan juda strategik holatda joylashgani, Hindistonning sharqiy va g'arbiy sohillaridagi portlar o'rtasida harakatlanayotgan kemalar ko'prikdan o'ta olmaydi. Shuning uchun ular Shri Lanka bo'ylab sayohat qilishga majbur bo'ladilar va o'z yo'nalishlari 740 kilometrga uzoqlashadi. Bu yuk tashish kompaniyalari va Hindiston hukumati uchun iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladigan vaziyat. Sayohat vaqtini qisqartirish orqali iqtisodiy foyda keltirish maqsadida Odam ko'prigidagi kanal loyihasi kun tartibiga keltirilganida ta'bir joiz bo'lsa, buzoqning dumi kesildi. Hindular ham, musulmonlar ham kanal loyihasiga qarshi bosh ko'tara boshladilar va ko'prikning ma'naviy qiymati tufayli bu urinishlarning oldini olishga harakat qildilar. Xalqlarning o'z e'tiqodlari nomidan qo'zg'olon ko'tarishi Odam ko'prigidagi kema kompaniyalarining kanal loyihasiga eng katta to'siq bo'ldi. Sethusa Muduran dengiz kanali loyihasi deb nomlangan ushbu loyiha uchun taklif birinchi marta 1860-yilda qilingan. Biroq Hindiston hukumati 1990-yillarning oxirigacha bu loyihani jiddiy qabul qilmagan. 2000-yillarning boshida ushbu kanal loyihasi Hindiston hukumatining e'tiborini jalb qilishga muvaffaq bo'ldi. Hazrati Odam ko'prigini tarixiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan muqaddas joy deb biladigan hind millatchi guruhlari va ekologik tashkilotlar turli guruhlarning qarshiliklariga qaramay, Hindiston ushbu kanal loyihasini 2005-yilda ma'qullagan va 2006-yilda ishga tushirishga qaror qilgan. Ammo loyiha bir qator huquqiy muammolarga duch keldi. Jumladan, hind millatchi guruhi Ramjanma Pomminais tomonidan taqdim etilgan petitsiyada loyiha mintaqaga zarar yetkazishi va uning madaniy va ma'naviy ahamiyatiga putur yetkazishi mumkinligi haqida da'vo qilingan. ...2007-yilda loyiha ustidagi ishlar Hindiston Oliy sudining qarori bilan keyingi tergovgacha vaqtincha to'xtatildi. Ammo hukumat nima bo'lishidan qat'iy nazar bu kanal loyihasini amalga oshirishga qaror qildi. Ularning oldidagi eng katta to'siq odamlarning e'tiqodlariga bo'lgan ishonchlari edi.
Shuning uchun ular bu e'tiqoddan ularni mahrum qilish yo'lini izlash kerak deya o'z oldilariga maqsad qo'yishdi. Agar ular bu ko'prik g'ayritabiiy kuchlar yoki Odam alayhissalom tomonidan qurilmaganligini ilmiy jihatdan isbotlay olsalar, ehtimol odamlarni kanal loyihasiga ishontirishlari mumkinligiga ishonib, 45 kilometrlik ulkan ko'prikda keng ko'lamli ilmiy tadqiqotni boshladilar. Ko'plab olimlardan iborat guruh ko'prik tabiiy ravishda shakllangan tuzilma ekanligini isbotlash uchun dengizga sho'ng'ishadi. Ular namunalar yig'ib, ko'prikning inson qo'li bilan yasalmaganligini isbotlash uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishadi. Jamoa tayyorlangach, tadqiqot boshlanadi. Qilingan ishlarning ajoyib natijalariga bir ozdan so'ng to'xtalamiz. Agar xohlasangiz keling, ilk inson Odam alayhissalomning nima bo'ldiki bu hududga kelib qolgan haqida sizni hayratda qoldiradigan voqeasiga bir nazar tashlaylik. Odam alayhissalomni birinchi inson va birinchi payg'ambar qilib yaratgan Alloh jufti bo'lishi uchun onamiz Havvoni yaratgan. Hazrati Odam va Havvo onamiz jannatda xursand edilar. Faqat Alloh ularni ogohlantirishga qaramay, shaytonning yolg'oniga aldanib, jannatdagi ular uchun man qilingan daraxt mevalaridan yeganlarida Alloh ularni jannatdan uzoqlashtirishga qaror qildi. Shunday qilib, ular bir-biridan uzoqda bo'lish sharti bilan jannatdan olib dunyoga yuborildi. Hazrati Havvo onamiz hozirgi ismi bilan Arabiston Jidda yurtiga, Odam alayhissalom esa biz hozirgi nomi bilan taniganimiz Hindiston qirg'og'idagi Serendip nomi bilan ham tanilgan Shri Lankadagi ushbu tog'ga tushirilgan. (2244 kilometr balandlikdagi bu tog'ning hozirgi nomi Chepeli Adem, ya'ni Odam tog'idir. Shu onda yaratilgan ilk insonning dunyo yuzida oyoq bosgan ilk joyga qarayapsiz. Shri Lankaning poytaxti Kolombo sharqidagi bu baland tog'ga tushgan Hazrati Odam, u ilk bor dunyoni shu yerda kashf qila boshladilar. Shuningdek, xaritada ko'z yoshiga o'xshash ko'rinishi tufayli Hindistonning ko'z yoshlari sifatida ham tanilgan Shri Lanka tuproqlari Hazrati Odam alayhissalom uchun qayg'uli sayohatning boshlang'ich nuqtasi edi. Chunki dunyoda inson sifatida faqat Odam alayhissalom va Havvo onamiz bor edi va jannatda bo'lganlarida bir-birlariga o'rganib qolishgandi. Endi ular butunlay boshqa bir sayyorada yolg'iz qolishdi. Bundan tashqari, ular bir-birlarining qayerdaligini bilishmasdi. Ularning ikkalasi ham shunchalik pushaymon va qayg'uli edilarki, 200 yil davomida yig'lab tavba qilishdi va Allohdan bir-birlari bilan uchrashishlarini so'rashdi. Nihoyat Alloh taolo Hazrati Odam alayhissalom ila Hazrati Havvo onamizni, ya'ni insoniyatning ota-onalarini duolarini qabul qilib, ularning bir-birlarini topishlariga izn berdi. Albatta, Alloh xohlasa, ularni bir lahzada bir-birlariga birlashtirardi, lekin u dunyodagi hamma narsani sabab, oqibat munosabatlari tartib asosida yaratdi. Odam alayhissalom ko'prigi haqidagi nazariyalar va e'tiqodlar aynan shu yerdan boshlanadi. Shri Lanka bir oroldagi davlat. Shunday qilib, Hazrati Odam Havvo onamizga yetishi uchun oldin dengizning 45 kilometr masofasini kesib o'tishi, hozirgi nomi bilan Hindiston yurtiga ketishi kerak edi. U yerdan Hazrati Havvo onamiz bo'lgan Arabiston yerlariga yo'l olishi mumkin edi. Odam alayhissalom Shri Lankani Hindiston bilan bog'laydigan ulkan bir ko'prik qurgan deb ishoniladi. Shu o'rinda bir savol xayolga keladi.
Odam alayhissalom qanday qilib tonnalab toshlarni bir-birining ustiga qo'yib, dengizda o'ziga yo'l qura oldilar. Ma'lumki, Odam alayhissalomning bo'yi taxminiy 60 yoki 40 metr edi. Agar shu yerdan boshlasak, uning o'zi uchun bunday kattalikdagi qoyalardan foydalanishi imkonsiz ko'rinmaydi. Albatta, bularning barchasini aytib o'tar ekanmiz. Odam ato ko'prigi haqidagi e'tiqodning paydo bo'lishi uchun bizda kuchli manba yo'qligini ta'kidlab o'tish joiz. Shunday ekan, Alloh bilguvchidir, deya vaziyatni o'rganib chiqamiz. Ushbu e'tiqodning paydo bo'lishining 3 ta asosiy sababi bor. Odam alayhissalomning Shri Lankaga tushirilishi, Hazrati Havvo onamizni topishlari uchun bu mintaqadan ketishi va ikki quruqlikni bog'laydigan bu ulkan ehtimol sun'iy ko'prikning kashf etilishi. Bu odamlarda tabiiy ravishda ko'prik Hazrati Odam tomonidan qurilgan degan e'tiqodga sabab bo'ldi. Qanday bo'lmasin, Hazrati Odam alayhissalom Shri Lankani tark etib, oxir-oqibat Hazrati Havvo onaning izini topdilar va ular yana siz ko'rib turgan shu tepalikda uchrashdilar. Makkadan 25 kilometr sharqda joylashgan tepalikning nomi Rahmat tepaligi bo'lib, u vaqf eng muhim ziyoratgoh qurilgan Arofat shahrida joylashgan. Shri Lanka yerlarida Odam alayhissalomning boshqa ajoyib izlari bor. Bularni qisqacha aytib o'taman, lekin avvalo Odam alayhissalom ko'prigining hindular uchun ahamiyatini qisqacha tushuntirib o'taman. Hindiston hukumatiga qarshi qo'zg'olonlarda hindlarning roli musulmonlarnikidan ancha katta. Hind e'tiqodida Ramasetu nomi bilan mashhur bo'lgan bu ko'prik tabiiy yo'llar bilan shakllanmagan deya taxmin qilinadi. Miloddan avvalgi 500-yillarda yozilgan Ramayana dostonida aytilgan afsonaga ko'ra, bu Hind madaniyati va jamiyatining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Aytishlaricha, Lord Rama bu ko'prikni qurishda maymun va ayiqlar armiyasi bilan hamkorlik qilgan. Afsonaga ko'ra, 1000 yillar oldin Shri Lanka yerlarida Ravana ismli jin podshosi bo'lgan. Bu qirol Hindiston yerlarida yashovchi Lord Ramaning xotini Sitani o'g'irlab Shri Lankaga o'z shohligiga olib boradi. Lord Rama rafiqasi Sitani jinlar qirolining changalidan qutqarish uchun safarga chiqadi. Bu safarda u o'rmonda maymunlar qiroli Hanuman bilan uchrashadi va u bilan shartnoma tuzib, maymunlar va ayiqlar qo'shinini tuzadi. Ushbu armiyaning vazifasi Hindistonni Shri Lanka bilan bog'laydigan ko'prik qurish edi. Tezroq ishga kirishgan kuchli qo'shin toshlarni bir-birining ustiga qo'yib, ulkan ko'prik hosil qildi. Lord Rama va uning qo'shini nihoyat Shri Lankaga kelganida, ular Ravana va uning iblislar qo'shini bilan qattiq jang qilishdi. Bu uzoq davom etgan jangdan so'ng Lord Rama g'alaba qozonib, xotini Sitani jinlar podshosidan qutqarib qoldi. Hind e'tiqodida muhim o'rin tutgan bu hikoya avloddan avlodga o'tib, bugungi kungacha yetib kelgan. Va bu Ramasetu ko'prigi hindular uchun ma'naviy ahamiyatga ega bo'lishining asosiy sababidir. Ko'rib turganingizdek, bu joy musulmonlar uchun ham, hindular uchun ham juda muhim. Unda amalga oshiriladigan kanal loyihasi oldidagi eng katta to'siq budir. Xo'sh, bu haqiqatdan ham inson tomonidan yaratilgan ko'prikmi? Ilmiy izlanishlar natijalari haqida gapirishdan oldin Odam alayhissalomning Shri Lankadagi boshqa izlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Siz ekranda ko'rib turgan Shri Lankadagi bu ulkan iz ham Odam alayhissalomga tegishli ekanligiga ishoniladi. Odam Do'g'an cho'qqisida joylashgan ma'batning ichida joylashgan bu iz hindular, buddistlar, nasroniylar va musulmonlar uchun alohida xususiyatlarga ega.
Hindlar bu ulkan izni Shiva qoldirganiga ishonishadi. Buddistlarning fikriga ko'ra, bu Budda Shri Lankaga oxirgi tashrifi paytida qoldirgan belgidir. Xristianlarning fikriga ko'ra, bu iz xristianlikni birinchi marta kiritgan Avliyo Tomusga tegishli. Musulmonlarning fikricha, bu ulkan iz Odam alayhissalomdan boshqa hech kimga tegishli emas. Shri Lankaning janubidagi Galli shahrida joylashgan Masjidi Ebror nomli ushbu masjid Odam alayhissalom ziyorat qilgan va tez-tez namoz o'qiydigan joyda qurilgan deb ishoniladi. Yana bir qiziqarli tafsilot esa Odam alayhissalom ko'prigining boshlang'ich nuqtasi yaqinidagi musulmonlar ibodatxonasida topilgan ikkita qabr. Uning haqiqiyligiga hech qanday dalil bo'lmasa-da, ko'pchilik bu ikki qabr Odam alayhissalom va Hazrat Havvoga tegishli deb hisoblaydi. Tabiiyki, to'g'risini Alloh biladi. Minglab yillar ilgarigi bu joy haqiqatdan ham inson tomonidan yaratilganmi? Buning aksini isbotlashga uringan Hindiston hukumati ruxsat bergan olimlar Odam alayhissalom ko'prigida chuqur izlanishlardan so'ng bu joy tabiiy shakllanish ekanligini isbotlay olishmadi. Ba'zi olimlar bu albatta tabiiy shakllanish deyishadi, boshqalar esa uning ostidagi qumlik tabiiy, ammo odam tomonidan joylashtirilgan bo'lishi mumkin deb ta'kidlashadi. Boshqacha qilib aytganda, Odam alayhissalom ko'prigi hali ham o'z sirini himoya qilishda davom etmoqda. Qaytish ma'lumotlariga ko'ra, aksi isbotlanmaguncha kemalar Shri Lanka bo'ylab 740 kilometr masofani bosib o'tishni davom ettiradigan ko'rinadi. Qanday bo'lmasin, Odam alayhissalom ko'prigi yer yuzidagi eng sirli joylardan biri bo'lib qolmoqda. Darvoqe, yaqinda chiqqan Ramsetu nomli filmni tomosha qilishingiz mumkin. Filmda kanal loyihasi buyurtmasi bo'yicha ilmiy tezlikda duch kelgan ishoralarni ko'rishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.